Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan mavzuni tushuntiraman. Yangi tartiblar va cheklovlar nimadan iborat? Kimga ta'sir qiladi, kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Qaysi holatda pensiya to'xtatilishi yoki qayta tekshirilishi mumkin? Bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli. Chunki deyarli har bir oilada ota-ona, bobo-buvi yoki nafaqa yoshidagi yaqin inson bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xatolik ham pensiya to'lovida uzilish, ortiqcha to'lovni qaytarish talabi yoki imtiyozdan mahrum bo'lishga olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiyani tayinlatgandan keyin endi hammasi avtomatik davom etadi deb o'ylardi. Ya'ni pasport bor, pensiya kartaga tushadi. Odam har oy pulini oladi. Boshqa hech narsa qilish shart emas degan tushuncha bor edi. Amalda esa pensiya tizimida doim ma'lum shartlar bo'lgan. Yashash joyi o'zgarsa xabar berish, vafot etgan shaxs nomiga pul olish mumkin emasligi, nogironlik pensiyasi tibbiy ko'rik muddatlariga rioya qilish, ishonchnoma bilan pul olishda hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish kabi talablar mavjud edi. Endi nima o'zgaryapti? Asosiy o'zgarish shundaki, pensiya to'lovlari bo'yicha nazorat kuchaymoqda. Ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan ko'proq solishtiriladi. Fuqarolik holati, bandlik, bank kartalari, yashash joyi, nogironlik ekspertizasi, chet elga chiqish-kirish ma'lumotlari, vafot holati va boshqa ma'lumotlar tekshiriladi. Bu oddiy pensioner pulini ola olmaydi degani emas. Lekin hujjatida nomuvofiqlik bo'lgan, boshqa joyga ko'chib ketgan, uzoq muddat chetda yurgan, ishonchnomasi muddati o'tgan yoki pensiyaga ta'sir qiladigan ma'lumotni yashirgan odamlar uchun xavf oshadi. Men bu yerda eng muhim narsani aniq aytaman. Yangi cheklovlar deganda hamma pensionerlarning puli kesiladi degan gap emas. Gap tartib, intizom, hujjatlarning to'g'riligi, to'lovning haqiqiy egasiga yetib borishi va noqonuniy olish holatlarining oldini olish haqida ketmoqda. Oddiy qilib aytganda, kimning hujjati joyida, kim yashash joyi va holati bo'yicha ma'lumotni yashirmasa, kim qonuniy tartibda pensiyasini olayotgan bo'lsa, u odam vahimaga tushmasligi kerak. Birinchi cheklov. Pensiyani boshqa odam orqali olish tartibi qattiqroq nazorat qilinadi. Masalan, pensionerning o'zi yura olmaydi, farzandi yoki nabirasi uning kartasidan pul yechadi. Bu hayotda juda ko'p uchraydi. Agar pensioner tirik, roziligi bor, karta o'zida yoki ishonchli odamida bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin muammo qachon chiqadi? Pensioner vafot etgandan keyin ham kartadan pul yechilsa. Bu noqonuniy hisoblanadi va keyin davlat ortiqcha olingan summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Misol keltiraman. Otaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U kishi vafot etgan, lekin oila bank kartasiga tushgan, yana 2 oylik pensiyani yechib olgan. Jami 2 million 400 ming so'm ortiqcha to'lov hisoblanadi. Keyin tekshiruvda vafot sanasi aniqlanadi va bu pulni qaytarish talabi keladi. Ba'zan odamlar biz daf marosimiga ishlatdik deydi. Tushunaman, hayotiy holat og'ir. Lekin pensiya marhumning vafotidan keyingi davr uchun to'lanmasligi kerak. Shuning uchun bunday vaziyatda darhol tegishli idoraga xabar berish va dafn puli yoki boshqa qonuniy yordam tartibini so'rash kerak. Ikkinchi cheklov, yashash joyi va ro'yxat ma'lumotlari. Pensioner boshqa viloyatga yoki boshqa tumanga ko'chsa, amalda pensiya ishi ham yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Avval odamlar men baribir kartadan olyapman, hech kimga aytmasam ham bo'ladi deb yurgan. Hozir esa ma'lumotlar ko'proq solishtirilgani sababli yashash joyi bo'yicha nomuvofiqlik savol tug'dirishi mumkin. Ayniqsa pensiyani naqd yetkazib berish, ijtimoiy yordam, kommunal imtiyoz yoki mahalla orqali beriladigan qo'shimcha ko'maklarda bu masala muhim. Misol, onaxon Toshkent viloyatida pensiya tayinlatgan, keyin Samarqanddagi qizning uyiga doimiy ko'chib o'tgan. Kartaga pul tushaveradi. Lekin u qo'shimcha moddiy yordam yoki boshqa hududiy imtiyoz so'raganda tizimda eski manzil chiqadi. Natijada hujjat qayta tekshiriladi, ariza qaytariladi yoki qo'shimcha ma'lumot talab qilinadi. Shuning uchun ko'chish bo'lsa, pasport ma'lumotlari, ro'yxat, pensiya bo'limi va bank ma'lumotlarini tartibga keltirish kerak. Uchinchi cheklov, chet elda uzoq muddat bo'lish masalasi. Bu ham ko'p savol tug'diradi. Pensioner farzandnikiga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga ketishi mumkin. 1-2 oy mehmonda bo'lish boshqa, doimiy yashash uchun ketish boshqa. Ayrim holatlarda chet elga doimiy yashashga chiqish pensiya to'lov
tartibiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men chet elga ketdim, kartam O'zbekistonda qoldi, bolam olib turadi degan holat ehtiyotkorlikni talab qiladi. Misol, pensioner 6 oyga farzandinikiga ketdi. Agar u O'zbekistonda ro'yxatda tirikligi va hujjatlari joyida bo'lsa, pensiya kartaga tushishi mumkin. Lekin u doimiy yashash uchun boshqa davlatga rasmiy ko'chgan. O'zbekistondagi manzili bekor bo'lgan yoki bank kartasidan shubhali foydalanish aniqlangan bo'lsa, to'lov bo'yicha savollar tug'iladi. Men bunday vaziyatda har doim maslahat beraman. Ketishdan oldin pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, men falon muddatga chet elga chiqyapman. Pensiyam bo'yicha qanday tartib bor deb yozma yoki rasmiy javob oling. 4-cheklov. Ishlayotgan pensionerlar va daromadlar. Ko'pchilik pensioner ishlasa pensiyasi kesiladimi deb qo'rqadi. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan odamning ishlashi ko'p holatda pensiyani avtomatik bekor qilmaydi. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlar yoki muayyan turdagi nafaqalar daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, kam ta'minlanganlik asosida beriladigan yordam. Ayrim kompensatsiyalar yoki qo'shimcha ijtimoiy ko'maklar oilaning daromadiga qarab baholanadi. Agar pensioner yoki uning oilasi qo'shimcha daromad olgan bo'lsa, lekin buni yashirsa, keyinchalik ortiqcha olingan yordam qaytarilishi mumkin. Misol, pensioner 20 million 5 ming so'm pensiya oladi. Bundan tashqari yarim stavkada qorovul bo'lib ishlaydi va 20 million so'm maosh oladi. Bu uning yoshga doir pensiyasini to'xtatmasligi mumkin. Lekin u mahalla orqali daromadim faqat pensiya deb qo'shimcha yordam olsa, tizimda ish haqi ko'rinib qolsa, yordam qayta hisoblanadi. Natijada nega menga qarzdorlik chiqarildi degan savol paydo bo'ladi. Sababi oddiy, daromad yashirilgan. 5-cheklov, nogironlik pensiyasi va tibbiy qayta ko'rik. Nogironlik pensiyasida eng muhim nuqta bu nogironlik muddati. Agar nogironlik umrbod belgilanmagan bo'lsa, ma'lum muddatda qayta tibbiy ekspertizadan o'tish kerak. Avval ba'zi odamlar bu muddatni o'tkazib borardi. Keyin to'lov to'xtab qolardi. Hozir nazorat kuchaysa, muddati o'tgan hujjat bilan pensiya olishda muammo tezroq yuzaga chiqadi. Misol, fuqaro 2 guruh nogironlik pensiyasini oladi, unga qayta ko'rik sanasi 1 sentabr deb belgilangan. U esa keyinroq boraman deb noyabrgacha bormadi. Shu davrda tizim nogironlik muddati tugaganini ko'rsa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Agar keyin nogironlik yana tasdiqlansa, to'lovni tiklash tartibi bo'ladi. Lekin kechikish odamning o'ziga noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun tibbiy ko'rik sanasini kalendarga yozib qo'yish kerak. 6-cheklov boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi va o'qish holati. Bu ham pensionerlar oilasiga tegishli. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand ma'lum yoshgacha yoki kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin o'qishni tashlasa, sirtqi ta'limga o'tsa yoki ishga kirsa, holat qayta ko'rib chiqiladi. Bu yerda asosiy muammo shundaki, oila o'zgarishni vaqtida bildirmaydi. Misol, talaba otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U kunduzgi o'qishni tashlab ishlashni boshladi, lekin pensiya olish davom etdi. Bir necha oy yoki 1 yil o'tib, ma'lumotlar solishtirilganda ortiqcha to'lov aniqlanishi mumkin. Keyin oila biz bilmagandik deydi. Lekin bilmaslik ko'pincha qarzdorlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun o'qish shakli, talabalik maqomi, ishga kirish, nikoh kabi holatlar o'zgarsa, darhol xabar berish kerak. Endi kim xavotir olish kerak? Kim esa xotirjam bo'lishi mumkinligini alohida tushuntiraman. Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, vafot, ko'chish, chet elga doimiy chiqish, nogironlik muddati kabi alohida holatlar bo'lmasa, pensiyangiz odatdagidek davom etishi kerak. Oddiy pensioner uchun eng muhim narsa pasport yoki ID karta amal qilishi, bank kartasi faol bo'lishi, telefon raqam o'zingizda bo'lishi, shubhali odamga karta va PIN kod bermaslik. Kim ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan, pensiyani ishonchnoma orqali olayotganlar. Ishonchnomaning muddati bor. Muddati tugagan ishonchnoma bilan pul olish muammo tug'diradi. Ikkinchidan, vafot etgan qarindoshining kartasidan pul yechayotganlar. Bu eng xavfli holat. Uchinchidan, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Chunki bu pensiya turlari shartlarga bog'liq. To'rtinchidan, chet elda uzoq yurganlar. Beshinchidan, familiya, ism, tug'ilgan sana, pasport raqami yoki bank rekvizitida xatolik bo'lganlar. Eng katta tuzoq joylardan biri bank kartasi.
Ko'p pensionerlar kartasini farzandiga beradi. Pin kodni ham aytadi. Keyin karta yo'qoladi, pul yechiladi, SMS boshqa telefonga boradi. Pensioner men pulni olmaganman deydi. Bank esa karta va pin kod egasining javobgarligi masalasini ko'taradi. Shuning uchun men har doim aytaman. Pensionerning kartasi pensionerning o'zida bo'lsin. Agar yordam kerak bo'lsa, ishonchli farzand hamma operatsiyani pensioner roziligi bilan qilsin, lekin pin kodni hammaga tarqatmang. Ayniqsa telefon orqali men bankdanman. Kodni ayting deganlarga ishonmang. Bank xodimi hech qachon SMS kod yoki pin kod so'ramasligi kerak. Yana bir nozik nuqta ortiqcha to'lov. Ba'zi odamlar agar davlat o'zi to'lab yuborgan bo'lsa, men aybdor emasman deb o'ylaydi. Lekin agar to'lov huquqsiz olingani aniqlansa, sababidan qat'iy nazar qaytarish talabi bo'lishi mumkin. Masalan, hujjat kech yangilangan, vafot haqida vaqtida xabar berilmagan, nogironlik muddati tugagan, talabalik maqomi bekor bo'lgan. Bu holatlarda pul tushdi. Demak, meniki degan yondashuv xavfli. Istisnolar ham bor. Masalan, ayrim pensionerlar yoshi katta, salomatligi og'ir, o'zi idoraga bora olmaydi. Bunday vaziyatda farzandlari qonuniy vakillik, ishonchnoma, uyga chaqirish, davlat xizmatlari markazi yoki elektron xizmatlar orqali yordam berishi mumkin. Ya'ni tizim pensionerni qiynash uchun emas, to'lovning qonuniyligini ta'minlash uchun ishlaydi. Agar pensioner yotoqda bo'lsa, men bora olmayman, demak pensiyam to'xtaydi deb qo'rqmasin. Bunday holatda shifokor ma'lumotnomasi, notarial ishonchnoma yoki vakil orqali murojaat qilish imkoniyatlari bor. Yana bir muhim masala, xabar kelmasa ham tekshiring. Ba'zan odam menga hech kim aytmadi deydi. Lekin pasport muddati, nogironlik qayta ko'rigi, ishonchnoma muddati, bank kartasi muddati odamning o'zi va oilasi tomonidan nazorat qilinishi kerak. Masalan, bank kartasining amal qilish muddati tugasa, pensiya hisobda turishi mumkin, lekin yechib olishda muammo bo'ladi. Yoki telefon raqami eski bo'lsa, bank xabarnomasi kelmaydi. Firibgarlar esa bundan foydalanishi mumkin. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganligi bo'yicha hujjatlar, bank kartasi, telefon raqami, yashash joyi ro'yxati, nogironlik bo'lsa tibbiy ekspertiza hujjati, ishonchnoma bo'lsa uning muddati ko'rib chiqilsin. Bularni bir papkaga solib qo'ying. Uyda hamma bilsin. Pensionerga tegishli muhim hujjatlar qayerda turibdi. Ikkinchi qadam, bank kartasini yangilang. Agar karta muddati tugashiga 2 oy qolgan bo'lsa, bankka borib yangilab oling. Telefon raqam pensionerning o'z nomida yoki ishonchli yaqinining nazoratida bo'lsin. SMS xabarnoma ishlayotganini tekshiring. Pin kodni qog'ozga yozib hammaning ko'ziga ko'rinadigan joyga qo'ymang. Agar pensioner raqamlarni eslab qola olmasa, ishonchli bitta farzand mas'ul bo'lsin. Lekin karta begona odam qo'liga tushmasin. Uchinchi qadam, o'zgarish bo'lsa xabar bering. Ko'chib o'tdingizmi? Chet elga uzoq muddat ketyapsizmi? Nogironlik muddati yaqinlashdimi? Talabalik holati o'zgardimi? Pensioner vafot etdimi? Bank kartasi yo'qoldimi? Familiya yoki pasport almashdimi? Bularni yashirmang. Pensiya bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga, bankka yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. Eng to'g'ri yo'l. Ariza yozing va arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjat yoki raqamni olib qo'ying. 4-qadam, murojaat qilganda nimalarni olib boring? Odatda ID karta yoki pasport, pensiya hujjati, bank kartasi rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, agar vakil bo'lsa ishonchnoma, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa. Boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar masala ortiqcha to'lov bo'yicha bo'lsa, sizga kelgan xat, bank ko'chirmasi, to'lov sanalari va izohingizni tayyorlang. 5-qadam. Arizada aniq yozing. Masalan, men falonchi yoshga doir pensiya oluvchiman. Yashash manzilim o'zgargani sababli pensiya ishim bo'yicha ma'lumotlarni yangilab berishingizni so'rayman. Yoki nogironlik muddati bo'yicha qayta ko'rikdan o'tganimni ma'lum qilaman. Pensiya to'lovini davom ettirish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Yoki bank kartam muddati tugagani sababli yangi rekvizitlarni kiritishingizni so'rayman. Ariza qisqa, aniq va hujjatlar bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak. 6-qadam, telefon orqali kelgan xabarlarga ehtiyot bo'ling. Hozir firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Pensiyangiz to'xtaydi, kodni ayting, yangi ro'yxatdan o'tkazamiz. Kartangiz blok bo'ladi, kompensatsiya tushiramiz deb qo'ng'iroq qilishadi.
Men mutaxassis sifatida qat'iy aytaman. SMS kod, PIN kod, karta raqami, amal qilish muddati va CVC kodini hech kimga aytmang. Agar shubha bo'lsa, telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. 7-qadam. Pensionerning oilasi mas'uliyatni bo'lib olsin. Ko'pincha bitta onaxon yoki otaxon hamma narsani o'zi tushunishga qiynaladi. Farzandlar esa pensiya tushyaptimi bo'ldi deb e'tibor bermaydi. Men tavsiya qilaman, oilada bitta mas'ul odam bo'lsin. U har oy pensiya tushganini tekshiradi, karta muddati, hujjat muddati, tibbiy ko'rik sanasi va zarur arizalarni nazorat qiladi. Bu juda oddiy ish, lekin katta muammolarning oldini oladi. Demak, pensionerlar uchun yangi cheklovlar deganda vahima qilish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Asosiy talablar, hujjatlar to'g'ri bo'lsin, o'zgarishlar vaqtida bildirilsin. Bank kartasi xavfsiz saqlansin. Vafot etgan shaxs nomidan pul olinmasin, nogironlik va boshqa shartli pensiya turlarida muddatlar o'tkazib yuborilmasin. Kim qonuniy tartibda pensiya olayotgan bo'lsa, u o'z huquqini himoya qila oladi. Kim ma'lumotni yashirsa yoki hech kim bilmaydi deb o'ylasa, keyinchalik qarzdorlik va to'lov to'xtashi bilan duch kelishi mumkin. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing, pensiya to'lovida uzilish bo'lganmi? Hujjat so'rashganmi? Bank kartasi yoki ishonchnoma bilan muammo chiqqanmi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarni alohida tushuntiraman. Videoni yaqinlaringizga yuboring, ayniqsa pensioner ota-onasi bor insonlarga. Like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish ba'zan bir necha oylik pensiyani saqlab qoladi.